Qayzan gapirilyaptimi? Значит, orqada. G'iybat qilinyapti, значит, orqada. Endi ularga javob qaytarish uchun siz ham bitta orqa darajaga tushishingiz kerakmi? Biz tepadan yana tepaga chiqish o'rniga nima qilamiz bitta pastga tushib? Teng bo'lib. Men hech ham saviyali, ongli insonni kimnidir orqasidan gapirganini yoki kimnidir yomon ko'rganini esa boshqalarga aytganini ko'rmaganman. Odatda hasad qiluvchilar, sizga kuyib qarovchilar mana shunaqa toifada bo'lishadi. G'iybat qilish, gapirish toifasida. Bir istoriyalarni yoki uni gapiradigan gaplarni siz kuzating. Hamma narsada gapni sizga olib boradi. Hamma narsada strelkani sizga olib boradi. Chunki strelkani o'ziga qaratib gapirsa, uni hech kim eshitmaydi. Shu